2026-yilda oilali va ish bilan band bo'lishingizga qaramasdan qanday qilib ingliz tilini o'rganishingiz va bu orqali o'z orzu hamda maqsadlaringizga yetish mumkinligi haqida shu videoda gaplashamiz. Ismim Doniyor. InGame onlayn ingliz tili maktabining asoschilaridan biriman va biz jamoamiz bilan salkam 2 yildan beri 10 mingdan ortiq insonlarga ta'lim berib, ingliz tili orqali maqsadlariga erishishga yordam berib kelyapmiz. Va eng qizig'i, bu insonlarning 7 mingdan ko'pi sizga o'xshagan ishli, oilali va band bo'lishgan. Lekin shunga qaramasdan ingliz tilini o'rganishgan. Siz ham shu insonlar safida bo'lishni istasangiz, boshladik. Savol: o'zi bu videoni nima uchun ko'ryapsiz? Katta ehtimol bilan yosh vaqtingizda ingliz tilini o'rganishga xohish, ehtiyoj yoki sharoit bo'lmagan. Lekin vaqt o'tdi, oilali bo'lishga ulgurgan bo'lishingiz mumkin. Aniq ishlayapsiz va endi sayohat uchun, farzandlaringizga o'rgatish uchun yoki ishda ko'tarilish uchun, sertifikat olish uchun sizga ingliz tili kerak bo'lyapti. Lekin vaqt yo'q. Lekin bu hal qilsa bo'ladigan muammo va ingliz tili o'rganishga hech qachon kechmas. Hozir siz bilan birgalikda 5 ta qadam ko'rib chiqamiz va muammoni yechimini topamiz. Siz esa hoziroq kanalimizga obuna bo'lib, like bosishni unutmang. Birinchi qadam, vaqtni to'g'ri taqsimlashni o'rganamiz. Ya'ni kun davomida bo'ladigan 10 minutlik, 15 minutlik kichkina tanaffuslar, kichkina vaqt bo'laklarini to'g'ri foydalangan holda ularni triggerlar orqali manfaatli va produktiv qilishni o'rganamiz. Bilasizmi, ko'pchilik band insonlar nima deydi? Menda vaqt yo'q. Ishim, oilam bor, ro'zg'or tebratishim kerak va majburiyatlarim juda ham ko'p. Va bu juda ham tushunarli hamda tanish holat. Shunaqami? Rostdan ham sizga vaqt kamdek tuyuladi. Chunki kuningiz, rejalaringiz doimiy o'zgarib turadi va bir kun vaqt bo'lsa, ikkinchi kun bo'lmaydi. Shuning uchun ham ingliz tilini o'rganish ko'pincha orqaga surilib yoki qolib ketadi. Shuning uchun ham biz ingliz tilini alohida o'tirib, ko'p energiya talab qiladigan, ko'p vaqt talab qiladigan ish sifatida emas, balki kundalik, oddiy hayotga moslashgan jarayon sifatida ko'rib chiqishimiz mumkin. Bu holatda yechim sifatida biz triggerlar bilan ishlaymiz. Trigger bu siz har kuni avtomatik tarzda qiladigan oddiy harakat. Masalan, tush yuvish yoki tongi qahva. Misol uchun tongi kofeni, ya'ni qahvani olamiz. Siz har kuni ertalab kofe ichadigan bo'lsangiz, o'ziga nima qilyapman, qanaqa ish qilyapman degan savol bermaysiz, to'g'rimi? Kofe ichish jarayoni avtomatik amalga oshadi. Shu paytda orasiga bitta oddiy ingliz tilidan mashqni ham qo'sha olishimiz mumkin. 1-2 daqiqa vaqtingizni oladi. Tasavvur qiling, 1-2 minut ketadi. Yodlagan so'zlaringizni qaytarasiz. Bitta ikkita gap ham tuzasiz. Yoki yangi narsa o'qiysiz, yoki podkast, shunga o'xshagan audiobook, ya'ni audio kitob eshitasiz, yoki yangi so'zlarni yodlab esda qoldirasiz. Aynan shu jarayon sizda 5-10 daqiqa oladi va ingliz tilida yangi bilim olishingizga sabab bo'ladi. Endi bu jarayonni biz avtomatik qilishimiz kerak. Bizda trigger bu kofe ichish jarayoni. Ikkinchi kuni ham kofe ichishga o'tirgan vaqtingizda kecha qilgan harakatingizni takrorlaysiz. Masalan, bu so'z yodlash bo'lsa so'z yodlash, gap tuzish bo'lsa gap tuzish, audiobook o'sha narsani eshitish. Asosiysi shu harakatni takrorlash kerak. 3-kuni ham shu harakatni takrorlashingiz kerak, lekin 4-chi, 5-chi, 6-chi kunda miya kofe ichishga o'tirishingiz bilan avtomatik mana shu harakatni qilishga o'zini undashni boshlaydi, o'zini tayyorlashni boshlaydi. Aynan shu narsa triggerdan foydalangan holda avtomatik nimadir narsani amalga oshirish deyiladi. Bu jarayonda miya ko'p energiya yetkazmaydi va avtomatik tarzda kofe ichishga o'tirishingiz bilan sizni xayolingizga so'z yodlashim kerak edi yoki podkast eshitishim kerak edi degan fikr keladi. Har safar takrorlab, doimiy shu harakatni qilganingizda, u ingliz tilini mashq qilish uchun eslatma va signalga aylanadi. Vaqt o'tishi bilan esa bu jarayon tabiiy bo'lishni boshlaydi va ingliz tili majburiyat emas, odat sifatida shakllanadi. Keling endi ikkinchi qadamga o'tsak. Ingliz tilini ozroq bilaman, lekin gapirishni o'rganaman. Siz ham ingliz tilini o'qiysiz, tushunasiz, lekin gapirishga kelganda to'xtab qolasiz. To'g'rimi? Bu intervalli takrorlash, ya'ni interval repetition. Bu metod 1885-yilda nemis psixologi Hermann Ebbinghaus tomonidan ilmiy asoslangan. U nimani aniqlagan? Agar yangi olingan ma'lumot vaqti bilan takrorlanmasa, miya uni juda ham tez unutadi. Bu degani, oy boshida 100 ta yangi so'z yodlasangiz va vaqti bilan uni takrorlamasangiz, oy oxirida miya faqat 21 tasini esda qoldiradi. Lekin siz materialni to'g'ri vaqt oralida takrorlasangiz, u uzoq muddatli xotirada mustahkamlanadi. Masalan, 1 soatdan keyin, 1 kundan keyin, 1 haftadan keyin va 1 oydan keyin. Bu yerda maqsad yangi ma'lumotlarni ko'p va tez o'rganish emas. Maqsad to'g'ri vaqt oralig'ida doimiy takrorlab turish. Yanada yaxshiroq tushunishingiz uchun o'zimizni onlayn ingliz tili maktabimizda bu metoddan qanaqa foydalanishimiz haqida tushuntirib beraman. Nima deysiz? Aytaylik, siz present simple mavzusini o'rganyapsiz. Birinchi bo'lib jonli darsda o'qituvchi bilan siz shu mavzuni ko'rib chiqasiz. O'qituvchi sizga
Jonli Zoomda yoki Google Meetda o'tirib shu mavzuni tushuntirib beradi. Undan keyin nima bo'ladi? Kechqurun uyda o'tirib qo'shimcha o'z praktika qilasizmi, yo'qmi? Katta ehtimol bilan oila ro'zg'or o'tirib bu mavzuni qayta takrorlash, uyga ishlarni bajarish esdan chiqishi mumkin. Lekin ikkinchi kuni siz platformada yozib olingan video dars orqali aynan shu bir kun oldin o'tilgan Present Simple mavzusini xuddi o'sha misollar bilan yana bir ko'rib chiqasiz va platformada xuddi kechagidek jonli darsga 1 soat qatnashgan bo'lsangiz, platformada ham yarim soat o'tirib xuddi o'sha mavzuni praktika qilasiz. Bundan keyinchi 3-kuni siz shaxsiy assistent bilan xuddi shu mavzuni yana bir bor boshqacha tomondan, xuddi tangani boshqa tomondan qaragandek yana bir bor ko'rib chiqasiz va shaxsiy assistent sizga mavzuni yanada mustahkamlashga yordam beradi. Sezgan bo'lsangiz, 3 kun davomida Present Simple mavzusini har xil tomondan ko'rib chiqib, har xil insonlar bilan har xil kontakt qilish orqali o'rgandingiz. Va shu orqali bu mavzu miyangizni doimiy xotirasiga mustahkamlanadi. Eng qizig'i, bu metodika xohlagan mavzuyingizda ishlaydi va doimiy qo'llash orqali siz miyangizni kam vaqt sarflagan holda ko'p ma'lumotni doimiy o'rganishga o'rgata olasiz. Yanada mustahkamlash uchun siz bilan mikrokvotalar orqali ishlaymiz. Bu nima deydigan bo'lsangiz, bu katta vazifalar o'rniga kichkina, lekin bajarilishi oson bo'lgan normalar qo'yish orqali vazifalarni bajarib, maqsadlarga erishish. Bizda bu 3-2-1 model orqali ishlaydi. Ya'ni 3 daqiqa audioni eshitasiz, ikkita gap tuzasiz va bitta kichkina, bajarilishi qiyin bo'lmagan, ko'p vaqt olmaydigan topshiriqni bajarasiz. Bu minimum qilinadigan harakat. Kuningiz juda og'ir o'tgan bo'lsa ham, shu normani bajarib, keyin uxlasangiz, asosiy maqsadingiz odobni saqlab qolasiz va siz ingliz tilini odatlar orqali o'rganishni boshlaysiz. Energiya bo'lsa ko'proq qilasiz, bo'lmasa kamroq qilasiz, lekin doimiy qilish orqali ingliz tili hayotingizga tabiiy ravishda kirib boradi. O'zi bu video sizga tushunarli bo'lyaptimi? Qanaqadir savollar yoki tushunmagan joylaringiz paydo bo'lgan bo'lsa, hozirroq pauzaga qo'yib, kommentariyaga o'tirib yozib qoldiring. Albatta javob beramiz. 3-qadam. Ingliz tilida bitta gapni boshlab qo'yasiz, lekin uni davom ettirishga fikrlar kelmaydi yoki fikringizni to'g'ri yetkazib berishga qiynalasiz. Bu holat aksariyat yoshi katta insonlarda yuz beradi. Va bu holat uchun men ajoyib bitta yechim berib qo'yaman. O'zingiz uchun mana shu konstruktani yodlab oling. Buning asosiy sababi tushunish va gapirish miyamizdagi turli xil zona. Bittasi input, ya'ni qabul qilish, hazm qilish, ikkinchisi output, chiqarish, praktika qilish, takrorlash. Siz juda ko'p ma'lumotlarni input qilgansiz, ya'ni qabul qilgansiz. Bu video, audio yoki matn, har xil tekstlar. Ammo output, ya'ni chiqarish, undan doimiy foydalanish, o'sha o'rgangan, o'sha qabul qilingan, input qilingan ma'lumotlardan foydalanish, ularni qo'llash bo'lmagani sababli siz gapirishni mashq qilmaysiz va qiynalasiz. Miya so'zni taniydi, lekin uni tezda chiqarib berishga va gapirishga o'rganmagan. Buni yechimi qiyin deb o'ylasangiz, unaqa emas, juda ham oddiy. Lekin muntazam bo'lishi shart. Har bir inputdan keyin, ya'ni qabul qilganingizdan keyin 10-20 sekundlik mikro gapirish, ya'ni output qilib chiqarish va qo'llash. Qisqa iboralarni taklid qilib aytish. Va 3-si eshitdim, aytdim qoidasi. Masalan, Apple so'zini o'qidingiz. Bunga tezda og'zaki gap tuzib ko'rasiz. Grammatikaga qanaqadir yangi mavzuni yoki yangi qoidani o'rgangan bo'lsangiz, uni tezda ishlatib, output qilib, o'rganib olasiz. Kuniga 3-5 marta shunaqa qisqa speaking bloklarini qilsangiz yetarli. Bu miya uchun signal bo'ladi. Ingliz tili faqat tushunish uchun emas, ishlatish ham kerak. U ishlatish uchun ham o'rganilyapti. 4-qadam. So'zlar aytishda xunuk yoki noto'g'ri talaffuz qilishdan qo'rqasiz va shu sababdan jim o'tirasiz. Buni ham o'zi kichkina bir muammo deb qarasak bo'ladi. Bu yerda muammo bilimda emas, muammo strukturada. Shu sababli biz mind map texnikasidan foydalanamiz. Bu o'zi nima? Markazda bitta asosiy so'z yoki mavzu bo'ladi. Atrofida esa misollar, assotsiatsiyalar va holatlar joylashadi. Qanaqa ishlaydi? Bitta mavzu tanlaysiz, 6 ta shoxcha chizasiz va har bittasi bo'yicha bitta ikkita gap aytasiz. Misol uchun, mavzu work bo'lsin. Markazga work deb yozasiz. Atrofida esa shoxchalar chiqadi. Job, colleagues, schedule, stress, salary va goals. Endi siz har bir shoxcha bo'yicha bittadan gap aytasiz. Shu tarzda gap ketma-ketligi davom etadi va fikr uzilib qolmaydi. Bu texnika fikrni yo'qotmasdan gapirishni osonlashtiradi va so'zlarni tez faollashtiradi. Muntazam ishlatilsa, boshda aytib o'tirgan holatlar asta-sekin yo'q. Va oxirgi 5-qadam. Siz ingliz tilida gapirishni boshlagansiz, lekin juda sekin gapirasiz yoki deb juda ko'p o'ylanib, pauzalar qilasiz va fikringizni bo'lib qisqa yetkazib berasiz. Va bu ba'zida tinglovchini ham g'ashiga tegib qo'yishi mumkin. Mana shu holatni to'g'rilash uchun sizga bitta zo'r mashqlarimizni o'rgataman. Bu yerda muammo bilimda emas, muammo refleksda. Miyamiz xato qilishdan qo'rqadi. Uni xavf sifatida qabul qiladi va odam gapirishdan to'xtab qoladi. Shu sababli bu bosqichda biz o'zimizga eng xavfsiz sharoitni yaratamiz. Boshlash uchun juda bir oddiy usuli bor.
Diktofon. Telefoningizda ovoz yozishni yoqasiz va 32 kun davomida gapirasiz. Mavzu juda oddiy bo'lishi mumkin. O'zingiz biladigan, tushunadigan, yaxshi ko'radigan qanaqadir mavzuda. Bu paytda hech qanday qoidaga qaramaysiz. Xato bo'ladimi? Bo'ladi. Noto'g'ri gap bo'ladimi? Bo'ladi. Eng muhimi to'xtamaslik. Keyin mana shu yozib olgan ovozingizni qayta eshitib chiqasiz. Ko'pchilik odamlar ana shu joyda tushunadi. Ha, aslida men o'ylaganimdan yaxshiroq gapirar ekanman. Progress bor ekan. Bu ishonchingizni asta-sekin oshiradi. Yana bir juda muhim narsa bor. Agar imkon bo'lsa, o'zingizga o'xshagan, shunaqa noldan boshlayotgan yoki darajasiga yaqin bo'lgan do'st toping. Birga gaplashing, birga mashq qiling. Ba'zida xato qilib birga kulishing. O'zbekchada bitta zo'r gap bor. Qozonga yaqin yursang, qorasi yoqadi. Do'stingizni, yaqin insoningizni ham o'zingiz bilan birga torting. Birga yurilgan yo'llar har doim osonroq bo'ladi. Shu tarzda ingliz tilini o'rganish ham yolg'iz va qiyin bo'lgan jarayon bo'lib qolmaydi, osonlashadi. Agar videoni shu joyga yetib kelgan bo'lsangiz, sizni tabriklayman va sizga maxsus unikal taklif bermoqchiman. Biz hozir dars davomida mana shu video davomida ko'rib chiqqan 5 ta metodni har bittasini o'zimizda in-game onlayn o'quv markazida qo'llaymiz va eng asosiysi o'rgatgan integral repetition, ya'ni takrorlab qayta o'rganish metodikasini ustida ingliz tilini yosh katta insonlarga o'rgatishni o'zimizga maqsad qilib qo'yganmiz va takrorlab o'taman, 2 yil ichida 10 mingdan ortiq insonlarga natija berishga ulgurdik. Keyingisi aynan siz bo'lishingiz mumkin. Biza faqatgina platforma yoki video dars bermaymiz. Biza uni ustiga platforma, jonli o'qituvchi va video darslarni taqdim etamiz. Va har bittasida mana shu uchala qismning har bittasida siz bitta mavzuni har xil tomondan ko'rib chiqasiz. Va mana shu integral repetition'ni eng oddiy, eng to'g'ri ko'rinishi. Buni ustiga qo'shimcha qiladigan bo'lsak, shaxsiy assistent beriladi. Qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, yana qo'shimcha praktika qilaman desangiz, u bilan birga o'rganib o'tib chiqishingiz mumkin. 6-8 oy ichida kamida B2 darajaga olib chiqishga harakat qilamiz va nasib qilsa birgalikda o'qib chiqamiz. Darslarga qo'shilish uchun kommentariyalarni eng birinchisida pin qilib, zakrepit qilib qo'yamiz. Bizning kontaktlarimiz, ya'ni Telegram orqali bizga qanaqa aloqaga chiqish mumkinligi, telefon raqamlarini yozib qo'yamiz. O'sha orqali o'tib, bizga aloqaga chiqsangiz, sizni bugunoq darsga qo'shishimiz va natija uchun harakatni boshlashimiz mumkin. Oxirida yana bir aytib o'taman, bizlarni qo'llab-quvvatlash uchun kanalimizga obuna bo'lsangiz va like bossangiz, biz juda ham xursand bo'lamiz va bizlarni berayotgan kontentimiz yanada sifatliroq bo'lishi uchun harakat qilib, aynan sizga o'xshagan insonlarga yordam berish ustida ko'proq ishlaymiz. Rahmat.